Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Mana hozir prezidentimiz tomonidan har bir xonadonlar ekiqsiz qolmasin deyilyapti. Men o'zimizni xonadonimizda o'zim shu yaratgan ekib daraxtlar, mevalarni o'zimiz oilamiz uchun yetarli darajada ekkanman. Shularni ko'rsataman hozir sizlarga. Mana hozir mana bitta daraxtni ko'rsataman. Bitta anjirimiz ham bor. Mana bu yerda mana sliva ekkan. Mana alicha dedim. Ko'ring, hosilni ko'ring. Mana odamzodni qo'li gul deb bekorga aytmaydi. Bu biz o'zimizni oilaga kompot narsalarga hammasi yetadi. Xudo xolasa mana quyib qilgan. Endi mana bu yerda qarab turing. Bodamim bor. 5 tup bodamim bor. Bitta oilada mana shig'illab qilgan. Mana ko'ryapsiz. Mana mevani o'tib ko'rsataman. Mana bodam quyib qilgan, shig'illab. Mana buning uchun men nima demoqchiman? Bu prosta ibratlikka tayyorlayapman xolos bu videoyimni. Ko'ringlar, agarda shu ozgina mana 4 so'tik yerim bor. Shu 4 so'tik yerimda o'zimizni oilamiz uchun kerakli bo'lgan ishlar bajarilgan. Mana olmalarni qarang. Mana olmalarimiz shig'illab quyib yotibdi. Hozir men sizlarga bodamlarimni ko'rsataman. Nimaga ko'rsataman? Men prosta quvonib, shu mahalladoshlar, shu yurtdoshlar mana bodamlarni qarang, quyib qilganini mana sizlarga ko'rsatay. Bodamni ko'ryapsizlarmi? Mana quyib shig'illab qilgan. Shu hamma narsani shunaqa qilib uylaringda bog'larni yaratinglar. Zo'r bo'ladi. Mana bu mevani ko'ringlar. Mana bodamlarimiz ham a'lo darajada qilgan. Mana shu yerda 1,5 qop bodam olamiz. Olmalarim bor. Bu tayda o't ekan deyapsizlarmi? To'g'ri. Bizga bu o't ham kerak. O't kerakligi uchun mana yerda qo'ylar bor. Shu qo'ylarga shu o't bo'ladi. Bizga shu tagidagi o't ham kerak. Mana unisi toza bodamdan. Ko'ringlar, bodamlarni qanaqa qilib qilgan, shoxlarini ko'tarib bukilib yotibdi. Hurmatli yurtdoshlar, hammalaring xonadonlaringda bog' qilinglar. Prezidentimiz aytayaptilar. Aytmasalar ham qilishimiz kerak. Bu yerda ononlarimiz bor. Ononlarimizni ko'rsatay. Mana chiroyli bo'lib gullab, mana mevalarini Xudo xolasa qilyapti. Mana hozir ko'rsatsam sizlarga 12 tupmi onorim bor. 2 tup bexim bor. Endi mana bu qarang, uzumlarni ko'ring. Mana mevalarni ko'ryapsizlarmi? Oilaga bitta ro'zg'orga yetarli daromad keltiradi. Xudo xolasa ko'rsataman, kuzatishda davom etinglar-da. Mana bu yerda qora gilosim bor. O'zi 1 tup. Mana shu 1 tup qora gilos shig'illab mana qiladi yilda. Bu o'zimizga kompot, varinalarimizga yetadi. Hozir bu ko'rsatsam sizlarga. Hatto bitta xurmo daraxtimiz bor. Mana bu ham 1 tup xolos o'zi shig'illab qilgan. Bu ham ro'zg'orga bemalol yetadi. Mana yerda onor, mana 12 tup onorimiz bor deb aytayapman sizlarga. Mana yerda 1 tup beximiz bor. Oilada ekkanmiz 1 tup beximiz bemalol yetadi. Mana bexilarimiz ham shig'illab quygan. Zo'r. Mana onorlarni qarang. Xudo beraveradi, ozgina mehnat qilgan insonga Xudo beraveradi. Mana chiroyli bo'lib gullab, mana mevalarni tugayapti. Yerda bo'sh qo'ymaslik kerak. Endi mana haqida bizcha shupurga ham ekamiz biz. O'zlaring o'ylaylar, bitta shupurga 25 ming bo'lyapti. Bu yerdan 200-300 vaq shu taydan shupurga olamiz. Mana gulxonalarimiz joyida. Qaranglar, mana gullarni ochilayotganini qarang. Gullarni qaranglar. Mana xomtalarni qilyapmiz.
Mana ko'rib turganlaring rizamat uzum bo'ladi. Xudo xolasa bularni ham hozir xomutadan chiqaramiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana shunaqa yerlarni bekor qo'ymasdan shunaqa ishlarni amalga oshirishimiz kerak. O'tgan yili mana bu uzumni tagidan chiqqaniga rizamat ulatdik. Mana hozir 2 metrgacha chiqdi. Mana ko'ring, meva уже meva qilishni boshladi. Birinchi yillar. Bu yerda shoptolimiz ham bor, bir qora silliq shoptolimiz bor. Mana bu yerda uzumlar. Bu bitta oila uchun yetarli darajada hosillar bor. Uzumni ko'rsalaring, voy. Xudoyim jannat makon o'lkada yashaymiz. Bu faqat ibratga tashalyapti xolos. Bu hammamiz shunaqa yerlarimizdan unumli foydalanib, shunaqa narsalarni qilsak zo'r bo'ladi. Mana hozir mana bel o'tgan yili ulangan nimani ko'rsatay. Mana sizlarga. Mana ulangan, mana hozir endi turibdi. Bu ko'ryapsiz, rizamat boshini ko'ryapsiz. Xudo xolasa mana bu bo'ladi. Mana shupurgilarimiz ko'ryapsizmi? Bu shupurgilar ham hademay, bu ham daromad. Shupurgi deysizlar, bu juda ko'p ishlaydi oilaga. Mana ha shu yerda bir so'ti joyga shupurgi ekkanmiz. Bu ham daromad. Allohning o'ziga shukr. Hurmatli yurtdoshlar, beparvo bo'lmay o'zlaringni, agaratlaringni shunaqa qilib boq qilib, chiroyli qilib qilsalaring, maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zlaring maza qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.